Assalomu alaykum. Limonada Citrus ommaviy kanali a'zolari, barchangizga xayrli kun. Boshlangan kuningiz xayrli bo'lsin. Bugungi mavzumiz abreska bo'ladi. Va'da qilganimizdek abreska mavsumi boshlandi va relatsiya bo'ladi. Gapimizga javob bo'ladigani, mana yangi novdalarni qoldirsa, mana xudojnik yo'q-ku, mana ko'rishlaringiz mumkin. Barglari chiroyli, lekin limonda bir dona ham hosili yo'q. Sababi hamma joyda mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana uzoqdan ko'rinishi, mana uzoqdan ko'rinishi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Uzoqdan ko'rinishi mana butalab ketgan, o'sib ketgan. Mana bu yerlarda mana o'g'ri kaltaklar, mana o'g'ri kaltaklar makoni mana tegirmadim. Video darslik qilish uchun mana o'g'ri kaltaklar, mana o'g'ri kaltak haqida video qiling deganlar, ana shu o'g'ri kaltak bo'ladi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ham mana o'g'ri kaltak, ana vertikalni o'sadi o'g'ri kaltak. Mana bu yerda ham o'g'ri kaltak, mana bargosdan chiqqan. Mana bu yerda ham ikkitalab o'g'ri kaltak mana chiqqan bu yerda. Mana bu yerda erkak, mana erkak novda haqida so'raganingizlar. Mana erkak novda. Hozir abreska qilamiz sizlar bilan birga. Mana bu yerda mana hammasi erkak. Bu yerda bitta ona bor ekan, mana bu yerda ona borgan. Bu yerda ham ona barg. Qolgan erkak. Mana bu yerda yosh kattaroq ona, mana ona hosilga kiradi, mana bu yerda abreska qilinsa, mana ko'rishlaringiz mumkin. Mana bu yerda ham ona novda, mana ona novdani qayerdan bilsak bo'ladi degan obunachilarimizga mana ona novda. Barglarning orasi 3 sm tashkil qiladi. Barglar kichkina, juda ham barglar ko'p, mana ona bargimiz. Bu yerda o'rta o'suv bargi, o'rta o'suvimiz mana. Mana bu yerdan bo'g'ini ajratadi va barglar ona bargga nisbatan e'tibor qiling. Ikkalasini qo'ygan taqdir paytimda mana ozgina katta bo'ladi va 4 sm bo'ladi. 4 sm, 3,5 sm bo'ladi barg orasi. Yana qaysi qoldi? Ikkinchi kategoriya erkak haqida. Mana ikkinchi kategoriya erkagimiz mana shu bo'ladi. Mana tikanlar bilan turibdi. Mana ikkinchi kategoriya erkagimiz mana shu bo'ladi. Hech qanday farq qilmaydi, faqat tikan bilan farq qiladi. Birinchi mana erkak, mana ikkinchi kategoriya erkak. Bismillahirrohmanirrohim. Biz abreskani boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Mana bu yerda e'tibor bersangizlar, mana o'rta o'suv. Mana bu yerdagi kichkina novdachalarni qirqib tashlaymiz, mana. Tak-takidan qirqib tashlaymiz. Mana bu yerda e'tibor qilsangizlar, ona novda qoladi. Qolganlari bu yerdan olib tashlanadi. Tak-takidan olib tashlanadi. Mana bu yerda polni erkak, mana. Operatorimiz yaqinlashtirsangiz so'rayman. Mana bu yerda hammasi erkak. Bu yerda tarbiya qilamiz. Mana bu yerdan 3 ta mana olib tashlaymiz, mana. Bargosdan ketdi. Buni ham olib tashlaymiz. Mana bu yerda o'g'ri kaltagimiz bor. Lekin buni ham olib tashlaymiz. Olib tashlaymiz buni ham. Xo'sh, mana bu yerda buni olib tashlaymiz. Bizga kerak emas. Mana bu yerda ham ona novda ekan, kerak emas. Chunki umri kalta uni. Mana bu yerda o'rta o'suv ekan, uchidan kesib tashlaymiz. Bu yerda erkak ekan, olib tashlaymiz. Bu yerda ona novdalar ekan, faqatgina uchidan olib tashlaymiz. Mana uchlardan ozgina. Mana bu yerda o'g'ri kaltak ekan, mana o'g'ri kaltak. Qanaqa bo'lishini bir ko'rib oling, mana o'g'ri kaltak ekan. Mana bu yerda ona novdani faqatgina barg ostidan qisqartiramiz, mana. E'tibor qilsangizlar, barg ostidan mana vertikalni kesib, ya'ni burchakli qilib kessangiz bitishi osonroq bo'ladi. Mana bu yerda ham mana o'rta o'suvni mana bu yerdan kesib qo'yamiz. Bu yerda o'sha polnisli erkakdan bitta novda tayyorlaymiz. Mana bu yerdan kesilgan va shu yerda erkak bergan. Mana buni yaqinlashtirib so'rayman. Buni olib tashlaymiz. Mana olib tashladik, yana. O'zimizga kerakli bo'lgan bitta novdani erkakni yuqoriga qarab o'sganini qoldiramiz.
Qolganlari olib tashladi. Mana bular ona novda. Bular обязательно qoladi. Faqat uchidan qirqib tashladi. Limonni birinchi o'rinda orasini ochishimiz kerak. Birinchi limonni ustini birinchi olib chiqamiz. Va mana bu yerda ham mana o'rtoy suvni faqat barg ostidan mana bu qirqib qo'yamiz. Bu yerda ham barg ostidan qirqamiz. Bu yerda ona novda bor ekan. Bu yerda bitta erkak saqlaymiz. Mana erkak saqladik. Mana bu yerdagi kichkina novdachalarni barini olib tashlaymiz. Chunki bizga kerak emas bular. Mana bu yerda o'g'ri kaltak bor ekan, olib tashlaymiz. Xo'sh. Bu yerga o'zi mana bular qisqartiriladi faqatgina. O'g'ri kaltak ekan. Endi bu tomonga o'tamiz. Mana bu yerga e'tibor bersangizlar, mana o'g'ri kaltak, mana o'g'ri kaltamiz mana shunday bo'ladi, mana. Xuddi erkak novdaga o'xshagan, mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham chiroyli bo'ladi. Mana chiroyli bo'lib turibdi. Boshqa novdalardan farq qiladi. Vertikalni o'sadi. Bu yerda mana e'tibor qilsangizlar, mana ikkinchi kategoriya erkagimiz. Hozir qirqib ko'rsataman. Mana ikkinchi kategoriya erkagimiz. Mana tikanlar bilan turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tikanlari. Mana tikan, bu yerda ham tikan. Polnosti tikan bilan qoplangan. Ikkinchi kategoriya erkagimiz. Yangi novdasi. Mana bu yerda ham ko'rishlaringiz mumkin. Mana tikanli ikkinchi kategoriya erkagimiz. Buni tak-takidan olib tashlaymiz. Xo'sh, bu yerda erkak bu bizda. Erkakni mana bu yerdan e'tibor qilasizlar. Mana burchak ostida mana qirqib tashladi. Bu yerda ona novdamiz bor. Uni uchini faqat qirqib qo'yamiz. Buni ham barg ostidan vertikalni qirqib qo'yamiz. Xo'sh, bu yerda o'g'ri kaltagimiz bor ekan, olib tashlaymiz. Bu yerda erkak bor ekan. Xuddi ko'rsatganimdek vertikalni qilib qirqib qo'yamiz bizga. Mana bitishi uchun. Bu yerda novdalar bor ekan, kichkina qirqib qo'yamiz. Bu yerda o'g'ri kaltagimiz bor ekan. O'g'ri kaltagimizni olib tashlaymiz. Bu yerda ona novda bor ekan. Uchini faqat qirqib qo'yamiz. Bu yerda ham o'g'ri kaltak bor ekan. Olib tashlaymiz. Xo'sh, bu yerda kichkina novdalar o'g'ri kaltak, mana o'g'ri kaltak. E'tibor beringlar, mana novdaga vertikalni tikka o'sadi. Mana tagidan qirqib tashlaymiz mana. Eng chiroylisi bo'ladi. Xo'sh, bu yerda yana erkak aytganimdek bu yerda ikkinchi kategoriya erkak bor ekan, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi kategoriya erkak olib tashlaymiz. Bizga bitta ana shu qolsa bo'ldi. Qolganini olib tashlaymiz. Bu yerda o'rtoy suv yo'q ekan. Ona novdalar bor ekan, ona novdalar. Mana bu anaqa eski bargani olib tashlaymiz. Mana bu yerda ona novda bor ekan. Ona novdani uchini faqat qilib qo'yamiz. Xo'sh, bu yerda tayyor. Mana bu yerda buni olib tashlaymiz. Xo'sh, bu ona novda bu. Va mana bu yerda o'g'ri kaltak, mana e'tibor bersangizlar. O'g'ri kaltakni обязательно olib tashlaymiz. Mana ikkinchi kategoriya erkagimiz ekan bu, olib tashladik. Mana bu yerda ikkinchi kategoriya erkak ekan. Xo'sh. Mana bularni tak-tagidan olib tashladi. Mana bular erkak hammasi. Mana bu yerda e'tibor qilasizlar. Mana eng katta operatorimizdan iltimos qilamiz. Mana shuni ko'rsatishingizni. Mana shu yerda fanar tayyorlagan operatorimiz. Mana shu yerda mana eng katta o'g'ri kaltak turibdi. Mana. Yangi novda. Mana yangi novda 80 cm tashkil qilyapti. 80 cm tashkil qilyapti. E'tibor beringlar, mana 80 cm. Bu
juda ham tez o'sadi o'g'ri kaltak. Limondagi sokini o'ziga qabul qilib oladi. Buni axlati. Xo'sh. Bu yerda onani o'da bor ekan. Faqat uchini qirqib qo'yamiz. Onani o'da qayerda bo'lsa faqat uchi qirqib qo'yiladi. Ana bunaqa eski barglarni olib tashlaymiz, chunki bular bari tushib ketadi. Xo'sh. Bu yerda banan bor. Nega setga turibdi deb o'ylasangizlar, bu yerda setga turgan sababi bu yerda banan bor. Bananga issiq yo'qmaydi. Shu sabab setga qilib qo'yganmiz. Mana bu yerda o'zi, mana. Onani o'dani bargosdan qirqamiz. Mana bu yerda aslida erkak edi, mana. Ko'rsating, mana shu yerdan. Aslida tagidan erkak edi, mana erkak bo'lib, mana shu yergacha o'rtoq suv bo'lib o'sib keldi. Buni tarbiyalab mana shu yerdan qirqamiz. Bizga qoldi bu. Hosil beradigan novda bo'lib qoldi. Mana bu yerda ham o'rtoq suv o'zidan novda chiqargan. Bizga bu kerak emas. Qisqartiramiz, chunki hosil berish uchun. Mana bu yerda ham o'rtoq suv. Buni ham qisqartiramiz. Abreska degani faqat qisqartirish, tarbiya qilish degani. Mana bu yerda ham e'tibor bersangizlar, o'zi asli onani o'di. Buni ham qisqartiramiz. Qisqartirdik. Xo'sh, bu yerda uchini oldik. Mana bu yerda e'tibor bersangizlar, o'g'ri kaltak mana. O'g'ri kaltakni mana shu yerdan olib tashlaymiz tagidan, kerak yo'q bizga. Buni uchini faqat qisqartirib qo'yamiz. Onani o'dalar, bu kichkina onani o'dalar. Mana bu yerda 3 ta erkak, 3 ta erkakni yuqoriga qaraganini tanlaymiz. Chunki bizga o'sish kerak. Mana bu yerda o'rtoq suvni mana shu yerdan qisqartiramiz. Endi narigi tomonga o'tamiz. Hamma joyini, hamma yerini bir boshdan abreska qilib chiqishimiz kerak. Hammasi bu kerakli modalar. Mana bu yerda o'g'ri kaltak, e'tibor berasizlar. O'g'ri kaltak. O'g'ri kaltak olib tashladik. Onani o'da qoldi. Joska abreska deyiladi bu. Joska abreska bu. Limonda lishni biz tilimizda aytganda ortiqcha novda qolmaydi. Bu yerga e'tibor bersangizlar, mana bu yerda o'g'ri kaltagimiz mana. E'tibor berasizlar, o'g'ri kaltagimiz. Olib tashlaymiz mana. Olib tashladik. Bu yerda ham o'g'ri kaltak mana, ketma-ket. Mana bu yerda erkak, uni qisqartiramiz. Bu yerda ona. Buni esa barg ostidan olib tashlaymiz. Bizga gul beradi bu. Gullaydi. Xo'sh. Endi bu yoqqa yetib keldik. Bitta ko'chatni 4 tomondan aynalyapmiz. Mana bu yerda e'tibor bersangizlar. Mana bu bizga kerakli novda. Mana qoldirdik. Mana bu ko'ryapsizlar, hammasi erkak. Bizga keragi mana bularni olib tashlaymiz. Bizga keragi mana shu 3 ta kerak bo'ladi. Mana bu bittasi o'rtoq suv. Mana bu erkak olib tashlaymiz. Buni esa qisqartiramiz. Xo'sh, bu yerda esa onani o'da faqatgina uchini olib tashlaymiz. Xo'sh, bu yerda holat aytganimdek o'g'ri kaltak, ya'ni qaroqchi novda. Buni olib tashlaymiz. Birinchi bo'lib abreska qilganingizda qaroqchi novdani yo'qotishga tushinglar. Faqat uchidan qisqartiramiz. Bu yerda ham ikkita erkak, bittasini qo'shgaldi deydi buni. Ikkita ana bir joyda. Buni ham mana bu yerda bizda o'g'ri kaltak ana shunday vertikalni o'sadi. Mana novdani bunaqasi ushlab turibman. Olib tashlaymiz. Xo'sh, bu yerda o'rtoq suv bizga. O'rtoq suvni bittasini saqlaymiz, ikkinchisini olib tashlaymiz. Mana. Endi bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqda ham shu holat. Birinchi qisqartirib tashlaymiz. Bu yerda ikkinchi katadagi erkak, mana ikkinchi katadagi erkak olib tashladik. Bu yerda o'rtoq suv qoldiramiz.
Mana bu yerda ikkita o'g'ri kaltak. Ikkita o'g'ri kaltak olib tashlaymiz. Mana bu yerda ham erkakni qoldiramiz. Qayerda qoldirish, qayerda qoldirmaslikni menimcha to'g'ri tushuntira oldim. 3 yosharli limonimiz. Mana bu yerda qo'shqaldi deymiz. Qo'shqaldi, mana ko'rsatish operatorimiz iltimos qiladi, mana ko'rsatishingiz mana qo'shqaldi deydi. Buni bittasini olib tashlaymiz. Mana olib tashladik, bitta qoldi. Xo'sh, bu yerda bitta xonada qoldi. Xo'sh, bu yerda ikkita o'g'ri kaltak ekan. Olib tashlaymiz buni. Hammasini. Bu yerda onanoda ekan, mana onanodan tanib olaymiz. Kichkina onanoda, 1 yillik yashayotgan onanoda. Xo'sh, bu yerda onanoda. Xo'sh, bu yerda onanoda. Endi bu yerda limonni o'rtasini ochish bo'ladi. Shamollash uchun o'rtasini ochamiz. Mana e'tibor qilamiz bu yerda. Mana bu yerda ziyoti novdalarimiz bor. Mana bu yerda ona novdaning kichkinalari bor. Mana bularni qisqartirib chiqamiz. Mana qisqartirib chiqdik. O'zimizga kerakli holatni taxlab oldik. Mana shunday holatda bo'lish kerak, shart. Havo olish kerak limon. Endi uzoqdan nazar solamiz. Oldingi holati qanday, hozirgi holati qanday? E'tibor berasizlar. Mana abreskadan chiqdi. Endi limonni aynalib chiqib bir e'tibor beramiz. Qayerda kamchiligi bor? Limon abreska shunday bo'ladi. Mana qayerdadir kamchiliklar qolgan bo'lsa, mana barglari qolib ketgan. Mana olib tashlaymiz deydim buni. Xo'sh, bu yer bo'ldi. Demak, o'zimiz xohlagan holatga keldi. Endi stvolga e'tibor beramiz. Xo'sh. Mana bizda stvol. E'tibor qilasizlar. Stvoli siz xohlagandek toza, mana hech qanaqa hech narsa yo'q. Lishni novda yo'q. Demak, bizning limonimiz to'liq abreskadan chiqdi. Xo'sh. Hozir sizlar uchun kichkina limonni abreska qilib ko'rsataman. Mana 1 yosharli, uzoqdan ko'rsating operatorimiz. Uzoqroqdan ko'rsating. Mana tagiga biogomislar solingan, mana. Biogomis solingan. Stvollar ochiq, mana stvollar ochiq. Lekin mana bunaqa mayda novdalarni olib tashlaymiz. Bizga kerak emas. Shuni abreskasini boshlaymiz. 1 yoshlarga suv bermaymiz. Bismillah. Novda turlarini ko'rsatib o'tdim. Bu yerda tezlashamiz. Videoni megabayt ko'payib ketmasligi uchun ko'rsizlar, bitta abreska 15 minut vaqtni oldi. Bitta limonni abreska bilganga hech nima emas. Sizlar ham inshaalloh yaqin kunlarda mutaxassis bilmaysizlar, shogird mutaxassis bo'lasizlar inshaalloh. O'zlari limonlarni o'zlari abreska qiladigan bo'lasizlar nasib etsa. Bilasizlar, sut bermaydi, erkak novda bo'lmaydi. Shuning uchun uni abreskasi tezroq bo'ladi. Erkak novda o'g'ri kaltak, boshqa kaltaklar
boshqa novdalar, ijod novdalar bo'lmaydi. Faqat o'rtak suv bilan 10 novda bor. Mana aziz obunachilar, abresiya qilib oldik. Endi gibsdan aylanib ko'ramiz. Bir boshdan aylanib ko'ramiz. Stvollarni bir ko'ramiz. Stvollarda hech qanaqa novda yo'q. Mana bu qisizlar. Mana o'zimiz tanlagan. Mana bitta novda, ikkita novda va 3 ta 4 ta novda tanladik biz. Qolgani bu ona novda. Bular bu yilga abresiya qilib tashaladi. Chunki yuqoriga ko'tarilamiz. Mana chiroyli holatda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Menimcha to'g'ri tushuntira oldim. Fikrlaringiz va talablaringizni muhokamalada, ya'ni kommentariyada kutaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, podpisatsiya bo'lamiz, like so'ramayman. Menga like qiziq emas. Podpisatsiya bo'lib, kanalimizni rivojlantiramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tanajonlar sog' bo'lsin. Limonara Citrus ommaviy kanali xizmatingizda. Salomat bo'ling, ishlaringizga omad.